bo'laman. Xo'sh, eng baland, eng kuchli va eng bardoshli dinamiklar haqida gaplashadigan vaqt keldi. Qabul qiling, Spilshow brendining Champions liniyasidagi akustika. Siz Akir kanalidasiz. Ismim Pavel, mazali choy yoki biroz kuchliroq narsa tayyorlab oling. Biz esa boshlaymiz. An'anaga ko'ra, biz bugun juda ham chiroyli, jozibali, nihoyatda kuchli, puxta oylab yaratilgan va yorqin qutilarimizga birma-bir nazar tashlaymiz. React-Me, oq butun 5 hamda ushbu ajoyib to'plamni batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'sh, qadrli janoblar, mana ko'rib turganingizdek, Spilshow hamda Spilshow Champions qutisi aynan mana shunday mahobatli ko'rinishda ushbu model maxsus mahorat bilan ishlab chiqilgan. React-Me oq butun 5 keling. Endi barcha detallarga birgalikda e'tibor qaratamiz. Akf uchun ishlab chiqilgan va texnik xususiyatlariga e'tibor bering. Qutining ichida ham hammasi qora, juda zamonaviy ko'rinadi. Foydalanish bo'yicha qo'llanma, ko'rib turganingizdek, juda batafsil. Spilshow Champions liniyasidan havo tarqatuvchi aromatizator, kafolat taloni. Brendli Champions stiker. Dinamiklar uchun oschi, quti ham Spilshow Champions uslubida tayyorlangan va hokazo, hammasi ro'yxatda bor. Havo tarqatuvchi aromatizator. Rossiyadagi barcha servis markazlari ro'yxati bilan kafolat taloni, 20% chegirma uchun ko'rsatma va qiymatli kupon. Barcha ijtimoiy tarmoqlarimizga albatta obuna bo'ling. Foydalanish qo'llanmasi bu yerda. U Twitterlarnikidan ancha kengroq va butun 3 ta stiker bor. Champions, Spilshow va mana bunday Spilshow Producer BH. Kim hali bilmasa va oldingi sharhlarni ko'rmagan bo'lsa, hozir o'ylayotgan bo'lsa, bu qanday ajr deb. Champions nima o'zi, men axir CV kanaliga kirdim-ku deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz uchun tushuntiraman. Qarang, SPL Show bu CV kompaniyasining yangi subrendi. Hozirgi vaqtda bizda 3 ta liniya bor: Nitro, F1 va Champions. Bu temirlar ham kundalik foydalanish, ham avtoaudio musobaqalarida ishtirok etish uchun mos keladi. Champions akustikasining dizayni albatta boshqa liniyalar dizayni kabi. Bir xil uslubda bajarilgan, u bizni avtosport olamiga olib kiradi. Agar siz oldingi sharhlarni ko'rmagan bo'lsangiz, Spilshow va barcha liniyalar avtosport olamidan, aynan Formula 1 poygalaridan ilhomlangan. Buni qutilardagi yorqin dizayndan ham, dinamikning o'zidagi diffuzor rasmlardan ham ko'rish mumkin. Agar old tomoniga qarasak, poyga bolidining gildiragi uslubida ishlanganini ko'ramiz. Asosiy texnik xususiyatlar. Tayyor bo'ling, hozir eshitadigan raqamlaringiz qonuniy emas. Barcha dinamiklarning rims quvvati, farqi yo'q, ferrit magnit tizimi bo'ladimi yoki neodimiy bo'ladimi, 300 V nominal quvvat. Tasavvur qilyapsizmi? Odamlar 300 V'li subwoofer bilan yurib zavqlanadi. Bu yerda esa o'rta chastotali dinamik 300 V, 16 simli modelda sezgirlik 99 dB. Ferritli dinamikda sezgirlik 101 dB, neodimiyli 16 cm dinamikda esa 101 dB, 20 cm ferritli dinamikda 100 dB va 20 cm neodimiyli dinamikda 102 dB. 20 cm dinamikning samarali nurlanish maydoni 240 cm², 16 cm dinamikda esa 150 cm². Takrorlay oladigan chastotalar diapazoni 100 Hz dan on va 1000 Hz. Diffuzor materiali shishali tolali preslangan sellyuloza, yetarlicha qattiq. Bu esa dinamik chetlarda bukilishlardan himoya qiladi va shu bilan birga juda yengil. Shuning uchun ham bunday ajoyib sezgirlik ko'rsatkichlariga erishiladi. Podves matodan 20 cm dinamikda 2 to'lqinli, 16 cm dinamikda esa 1 to'lqinli. Barcha modellarda kalibri va turi qanday bo'lishidan qat'i nazar,
Magnit tizimida yuqori haroratga chidamli, 2 qatlamli, 44,5 mm diametrli orami o'rnatilgan. Bu esa misli ko'rilmagan issiqlik va mexanik imkoniyatlarni ta'minlaydi. Qattiq po'latdan yasalgan antirezonans qoplamali karkas juda jim. Qora markazlashtiruvchi shayba, uning ustidan esa kumush bilan qoplangan ulovchi sim o'tadi. Akustik terminallar esa qulaylik uchun juft qilib chiqarilgan. Terminallar ham antioksidlovchi oltin qoplama bilan qoplangan. Bu esa xizmat muddatini uzaytiradi. Endi esa biz asta-sekin magnit tizimiga yetib keldik. Bu yerda 311 gram tanlab olingan neodin va 1330 gram kam bo'lmagan sifatli ferit ishlatilgan. Ya'ni bu bizning audio sistemamizning yuragi bo'lib, u shunchalik katta quvvat yuklamalarini ham bemalol ko'tara oladi. Endi esa gaplashamiz. Yuqori chastotali bogin haqida. Bu yerda bizda 2 xil model bor. 150 va 80 nomidan ham ko'rinib turibdiki, 100 raqami Twitterning tashqi diametrini, 50 esa uning nominal quvvatini bildiradi. Ya'ni 100 mm diametrli va 50 watt quvvatga ega Twitter. Bu yerda esa tashqi diametri 80 mm va quvvati 80 watt bo'lgan model. Quvvatini tasavvur qilyapsizmi? 80 watt nominal quvvatga ega Twitter, dinamiklarning sezgirligi esa 109 detsibel va 115 detsibel. Bunday ko'rsatkichlarga juda kuchli N68H neodin magnitlari va maxsus poliamiddan tayyorlangan difuzorlar yordamida erishiladi. Ovoz orami esa 2 qavatli 32,5 mm diametrli alyuminiy simdan yasalgan bo'lib, bu modelda ishlatilgan. 200 modelida, 80 modelida esa 38 mm. Akustik terminallar esa bizda lopatka turida bo'lib, plus klemmaga lehimlangan kondensatorlar bilan jihozlangan. 80 modelida sigimi 4,7 mikrofarad, 100 modelida esa 2,2 mikrofarad. E'lon qilingan takrorlanadigan chastotalar diapazoni 80 modelida 1200 Hz dan 20000 Hz ga qadar va bu model shu oraliqda ishlaydi. 200 modelida esa 2500 dan 20000 Hz ga qadar ovoz beradi. Shuningdek, dinamiklarning yigilish sifati bu Twitter bo'ladimi yoki o'rta chastotali dinamiklarmi alohida ta'kidlash kerak. Hammasi eng yaxshi materiallardan sifatga maksimal e'tibor bilan yigilgan. Shu sababli bu texnika sizni bir necha yil davomida xursand qiladi, albatta to'g'ri foydalanilsa. Endi esa men tinglashga o'tishni taklif qilaman. Naushniklarni taqing. Bizda bo'linish chastotasi taxminan 7 atrofida bo'ladi yoki 8000 Hz, men hali aniq bilmayman. Tinglashdan zavqlaning. Yoki bo'lmasa 8000 Hz chastotada bo'lishi ham mumkin, ammo buni hali aniq bir to'xtamga kelib bilmayman. Ushbu ajoyib va yoqimli musiqani tinglashdan chin dildan zavqlaning hamda rohatlaning. Sizga shuni alohida ta'kidlab o'tishim kerakki, bunga mening huzurimda turib diqqat bilan qarash juda ham xavfli va kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Amaxlaslar onasi, do'stlaringizga salom, saroyga keling. Ikkalamiz ham bu albatta oxiri emasligini tushunamiz. Unga qarash xavfli. Amaxlaslar onasi, do'stlaringni olib saroyga kel. Kiyinib ol, u o'z o'rnini biladi. Shoshilma, vaqt yetarli. O'zimni galati his qilyapman. Davramizda farishtalar va jinlar, stolda mevalar. Qizil rubl pushti yevro. Do'stlarni chaqir. Xo'sh, qadrli va hurmatli tomoshabinlarimiz, endi bugungi suhbatimizga yakun yasab, umumiy xulosa chiqarish vaqti ham yetib keldi. Atostida brendi haqida batafsil to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Champions bu avvalo estradaga mo'ljallangan premium toifadagi akustika bo'lib, akustika qurilishida qo'llaniladigan eng ilg'or texnologiyalar asosida yaratilgan. Agar siz 2026-yilgi mavsumda faqat g'alaba qozonishni istasangiz yoki shunchaki shuni xohlasangiz, sizni shaharning narigi chekkasida yoki hatto boshqa shaharda ham eshitishlarini istasangiz, unda Atostida Champions albatta siz uchun to'g'ri tanlov bo'ladi. Sizlar bilan Pavel Rtu kompaniyasi bo'ldi.
Tomosha qilganingiz uchun barchangizga katta rahmat. Albatta barcha kanallarimizga obuna bo'ling. Hammaga xayr.